أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa As'adu Sag'irji rahimahulloh yozgan Fiqhul Hanafi va Adillatuhu nomli bu kitobning kitobi Babul Hayd. Hayd bobi turibmiz. Hayd bobiniki biz yuqorqi o'tgan masaladan xulosa degan xulosa deydi. Xulosa yana demak hayz bobidan ve undan ilgili o'tgan jinobat tarat masalalarini yig'inchoqlab kelsak, al-ahdathu thalatha. Taratsizlik 3 xil bo'ladi. Taratsizlik 3 xil bo'ladi. Biri hadathun sagir, kichik taratsizlik. İkincisi bo'lsa hadathun vasat, o'rta hal taratsizlik. Üçüncüsü bo'lsa hadathun kabir, cho'ng taratsizlik. Fal hadathus sagir, endi kichik taratsizlik deganimiz ma yujibul vudu'a la gayr. Yani taharet nilam kichik taharet yani kichik vudu nilam yani taharet elishni nilam vacib qiladigan, undan boshqasini vacib qilmaydigan ish hadathus sagir deb ataladi. Masalan, kal bawli, siyishga o'xshash, vel g'oid degan cho'ng taharet qilishga o'xshash, vel mazi, maziga o'xshash, vadiga o'xshash, vel qay idha mal alfam, eg'iz to'shqicha qusishga o'xshash. Ve hurucud dami vel qayh, qon ve yerinlarning badandan chiqishiga o'xshash. Mana shunga o'xshagan tahoratni sundiruvchilarning hammasi nima ataladi? Hadathus sagir, kichik tahoratsizlik deb ataladi. İda mesela qon yerinning chiqishiga o'xshash badandan ida tajavaza ila mawdi'in yalhaquhu hukmut tathir. Paklashning hukmi qo'shiladigan o'ringacha qon yoki yerin chiqib badandan chiqib oqsa, shuni chiqib turmay, qalab turmay, shunda oqtimi? Vega hammasi kichik tahoratsizlikning hukmiga keladi. Hamda vel hadathul vasat, o'rta hal tahoratsizlik deganimiz bu jinobatli, ya'ni junublik. Bir odamning junub bo'lib qolishi. Mana shu o'rta hal tahoratsizlik. Vel hadathul kabir, cho'ng tahoratsizlik deganimiz al hayd va nifas. Hayz bilan nifas cho'ng tahoratsizlik qatoriga keladi. Hamda bu sanda bizga bizning sababini deb nima uchun kichik tahoratsizlik, o'rta hal tahoratsizlik, cho'ng tahoratsizlik 3 ga bo'lasiz. Hamma olimlar 2 ga bo'lsa, hadas asqar, hadas akbar deb bo'lsa, 3 ga bo'lasiz desa, bu sanda deydiki, men buni bilishimdagi sabab har biriniki cheklaydigan narsaga qarab dedim. Hadas asqar oz narsa cheklaganlik uchun hadas asqar bo'ldi. Hadas vasat undan biraz ko'proq narsa cheklaganlik uchun hadas vasat bo'ldi. Hadas akbar undan bu ikkisidan jiqroq narsani cheklaganlik uchun hadas kabir, hadas akbar bo'ldi deb bizga sababini deb atadi. Hatta athirul hadas sagir. Endi kichik tahoratsizlikning ta'siri, ko'z tutadigan ta'siri endi bu sababi demoqchimdi. Nima deb buni kichik tahoratsizlik deb atadingiz desa, chunki men buni kichik tahoratsizlik deb atishimdagi sabab bu yuqorqida tuvandagidek ishlarga ta'sir ko'rsatadi. Tuvandagidek ishlarni harom qiladi yoki makruh qiladi. Shunga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni birinchi tahrimus salah, namozni harom qiladi. Kichik tahoratsizlik namozni harom qiladi, sajda tilovatni harom qiladi, Qur'onni tutishni harom qiladi, Baytullohni tavob qilishni makruh qiladi. Baytullohni tavob qilishni makruh qiladi. Shu sababdan bunda batadi, hadas sagir bataldi. Nimaga nisbatan? Ikkisiga nisbatan sagir. Va ta'sirul hadathil vasat, endi o'rta hal taratsizlikniki ta'siri bo'lsa, ko'z tutadigan ta'siri bo'lsa, tahrimu ma sabaq. Ilgirkilarni hammasi harom qilish. Va tavobni harom qiladi, o'tiradi. Junub bo'lib qolgan tavob qilishni harom, karam makruh emas uchoqlar. Va yuzadu alayha, uningga taxa ziyoda qilinadi. Tahrimu qiraatul Qur'on, Qur'on o'qishni harom qilish, masjidga kirishni harom qilish. Mana 2 ish ziyoda. Nima uchun buni o'tiradi deb qoldi desa, junubning Qur'on o'qishi harom, lekin taharati yo'q odamning Qur'on o'qishi harom emas. Junubning masjidga kirishi harom, lekin taharati yo'q odamning masjidga kirishi harom emas. Demak, ma 2 sifatni qo'shqanlik uchun buni vasat deb ataldi. Bu nimaga qaraganda cho'ng? Tahoratsizlikka qaraganda, hadas sagir qaraganda cho'ng, lekin ma'nodan cho'ngga qaraganda kichik. Cho'ng bu ikkisiga qaraganda o'tir hal. Cho'ng o'tir hal qo'yildi. Va ta'sirul hadathil kabir, endi hadas kabir cho'ng tahoratsizlikning ko'rsatgan ta'siri bo'lsa, tahrimu ma sabaqa kullu. İlgi o'tganning hammasini harom qiladi.
Yani taharet, kichik taharatsizlik haram qilganlarsa hammasi harom qiladi. O'rtaroq taharatsizlik harom qilganlarsa hammasi harom qiladi, xo'sh. Va yuzadu alayha, uningga qo'shib tig'i as-sawmu va yuzadu alayha as-sawm. Ro'za tutish ziyoda qilinadi. Ro'za tutishning haromligi. Junub bo'lib qolgan ro'zasi bo'laveradi. Junobatda odam ro'zasini kelmaydi, masalan. Ammo hayizlar ro'za tutish harom, masalan. Va tamkinu zawji minan nafsi. Ya'ni o'ziga erini qodir qilishning haromligi. Ondan. Junub bo'lib qolgan ayol junub bo'lib qolgan ayol eriga yaqin kelsa bo'laveradi. Yoki eri junub bo'lib qolgan ayolga yaqin kelsa bo'laveradi. Lekin hayiz kirib qolgan ayolga yaqin kelmaydi. Demak, mavziyada va karahat taloq dexe. Taloqning makruhligi. Tarti yo'q odam yoki junub bo'lib qolgan ayolni eri taloq qilsa makruh emas. Ammo hayiz kirib qolgan ayolni makruh qilish nima taloq? Makruh, tahrim bo'ladi. Hayiz kirib qolgan taloq qilish. Va la yukrahu lil junub. Amdi junubqa ولا يكره للجنوب والحائض والنفساء النظر إلى المصحف. أمده مش سبب لا بغلق شون بنو حدث أكبر ده اسم قيالده. أمده جنوب قا هيز در أيلغا نفس در أيلغا قرآن قرش مكروه بمايدو. يعني بدأ قرآن بس إيش بسه no قرآن آيات قرصة مكروه مس قرآن مكروه آيات لا قرصة مكروه مس أما وش حرام بلد. وإذا انقطع دم الحائض أمده يعني مثلا Heyizlar ayalının qini li aqalla min 10 ayyam 10 gündün azraq muddetde üzülse 9 gün, 7 gün, 8 gün, 3 gün degandek. Heyizning ezi 3 gün, köpü 10 gün bolduma? Hamda 10 günden az muddet 9 günden 3 güngacha bo'lgan oyliqda qini to'xtasa, heyizlar ayalının qini to'xtasa va kana al-inqita'u li'adatiha bu qanning to'xtashi shu ayalning odati bo'yicha bo'lgan bo'lsa, odatida. Masalan bu ayal her ayda 7 gün kesallab adeti ekan, 7 gün kesallaydi ekan. Mush qon 7 gün bo'lgan to'xtagan bo'lsa, masalan, lam yajuz vat'uha hatta taghtasil. Bu ayolni g'usl qilmoqcha vati qilish joiz bo'lmaydi. G'usl qilmoqcha, yuvinmoqcha bu ayolni vati qilish joiz bo'lmaydi bunday suratda. Aw yamdi alayha vaqtu salatin kamil. Yoki g'usl qilmoqcha yoki kamil bir namazın vakti ötmegiçe g'usl qilishimiz bo'lmaydi. Nima ish qilsa? Li'anna ad-dama çünkü qon degan yadirru taratan bir qatam aqdu, yani yasilu degan bo'ladi. Bir qatam aqdu va yanqati'u taratan, yani bir qatam to'xtab qoladi. Bir qatam üzülüp to'xtab qoladi, bir qatam aqdu qon degan endi. Hezdarning qon degan hech kelib turmaydi-da, hech kelib turmaydi. Bir to'xtaydi, bir to'xtab kelib turganlik uchun ya yuyinish uni qonni üzüdi. فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع. Yani üzül kanın toxtaş üzülüş terapiye güçleniş için ya yuyunish lazım ya ki kamil bir namazın vakti ötüş lazım. Kamil namazın vakti ötkendan keyin yani kan gelmese hem de toxtabdı deb bilimizde. Rava İmam Muhammed rahimahullah o'zining Kitabul Asarda İbrahim an-Nakhai'dan rivayet qilib degan. İza tahuratil mar'atu fi vaqti salah, qachonki ayol kishi bir namazning vaqtida pak bo'lib qolsa, bir namazning vaqtida ichida pak bo'lib qolsa, falam tagtasil an g'usl qilmasa, hatta yadhabal vaqt, shu vaqt ketkicha g'usl qilmasa, ba'da an takuna mashg'ulatan fil g'usl, yani g'usl qilishga shug'ullanib bo'lgan, ya'ni g'usl qilib hammam kirib, yuyinib izlab uchashlarini tarab, uni qilib buni deganday, yuyinib chiqib bo'lguncha nima namozning vaqti ketib qolibdi. Namazın vakti ketib bo'lguncha g'usl qilib planmabdi, tugitib planmabdi g'usl faolidan. Falaysa alayha qada. Buningga qada yo'q. Bu namozga qazo kelmaydi degan. Endi qo'shma gap tugidi. Endi bu yerda vaqayyadal vaqta bis salatil kamilati taharruzan. Bu yerdagi A5 dedi. Ya g'usl qilmoqchi olmaydi yoki kamil bir namozning vaqti o'tmaguncha dedimi? Kamil namozning vaqti degan, kamil namozni qayd qilish, kamil namozning vaqtini qayd qilish bu qayd qanday qayd? Qayd ehtirazi. Bizda qayd ikki xil bo'ladi. Bir qayd ehtirazi, yana bir qayd ittifoqiy. Qayd ehtirazi degan bir narsani chiqarib o'tish uchun kelgan qayd. Qayd ittifoqiy degan bir narsani chiqarib o'tish uchun kelgan, balki kuchlantirish uchun emas. Endi nimadan ehtiroz qiladi? Nimadan saqlanish uchun kelgan qayd bu desa, amma idan qata'a fi vaqti salatin naqisa. Ya'ni kamil namozning vaqtida, nima? Namozniki naqis vaqtida uzilsa.
Namazning bizda namazning kamil vaqti, namazning naqis vaqti deb ikki xil vaqt bor. Anladın? Yoki kamil namazning vaqti, kamil namazning vaqti, naqis namazning vaqti deydilar. Kamil namazning vaqti qaysi namoz? Normal peshim vaqti, farz namozning vaqti masalan. Naqis namazning vaqti degancha masalan salatul duha val eid. Masalan osh vaqti namozi, chashka namozi, eid namozi deganlarniki bu namozlarning vaqti deb beri bu namozlar naqis namoz deydi. Nima jihatdan naqis namoz bu desa? Çünkü farz emas hech qaysi. Eid namozi farz emas. Duha osh vaqti namozi farz emas. Uning ustiga bularning vaqtining o'zi ham nima naqis. Qisqa. Vaqtining o'zi ham ana uzun vaqti yo'q uniki. Unda olgandan bu nima deymiz buni? Naqis namozning vaqti deymiz. Ammo kamil vaqt namoz deganimiz, ya'ni peshin bilan asrning orasida kerak masalan. Asr bilan shomning orasida kerak masalan. Shom bilan xuftanning orasida xuftan bunda bilan peshinning orasida bunda vaqtlar ma'lum kamil namoz vaqti bo'ladi. فإنه لا يجوز çünkü la يجوز الوضوء حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة الظهر. Çünkü bu ayolni vati qilish, yuqorqi suratdagi ayolni vati qilish ya g'usl qilmoqcha vati qilish joiz bo'lmaydi yoki peshin namozining vaqti o'tmaguncha masalan, shuncha vaqt o'tmaguncha vati qilish joiz bo'lmaydi. Va idan qata'a damuha kishining qini 10 kundan ozroq vaqtda uzilgan bo'lsa, va kana al-inqita'u duna adati bu uzilish uning odati emas ekan. Bu uzilish bu ayolning odatining tuvindi ekan. Ya'ni masalan bu ayol kishi har oyda 7 kun qiladigan bo'lsa 6 kun ekan masalan 6 kunda qin to'xtab qolibdi. Fa innahu la yajuzu wat'uha. Bu ayolni vati qilish joiz bo'lmaydi va in igtasalat. Agarchi u g'usl qilgan taqdirdami? Hatta tamdiya adatuha. Hatta bu ayolning odati o'tmaguncha. Bir ayol her ayda 7 kun qilib kelgan bo'lsa, 6 kun bo'lganda qan to'xtab qolgan bo'lsa, qancha bir vaqt kamil bir vaqt namoz vaqti deb kelsa, bu halol bo'lmaydi vati qilish. Hatto yuyilib g'usl qilib bo'lgan bo'lsa-mu, vati qilish joiz bo'lmaydi. Taka 7 kun o'tmaguncha, odati bo'yicha. Lianna al-auda fil adati g'alibun. Biroq odatga chunki odatga yenish degan ko'p holda yuz berdi. Ya'ni 6 kunni bir ham qan to'xtab 7 kun bo'lib qolgan kun bo'yida qan qilish tomonda qo'y. Odatga qaytishi qandayki bu intayin ko'p holda yuz beradi. Lakinnaha tagtasil. Biroq bu ayol 6 kunda mesela 7 kun qilsa kunga ayol 6 kunda pakalab qolgan bo'lsa, bu ayol g'usl qiladi, yuyinadi va tasumu ehtiyatan. Agar Ramazon bo'lsa, ehtiyot yusini ro'za tutaveradi. Ammo vati qilish olmaydi. Vati masalasi boshqa. Fayda madat adatuha qachonki bu ayolning odati o'tsa, 7 kun bo'lsa, vati'aha zawjuha iri vati qilsa bo'ladi. ولو كان هذا في آخر حيض أم أجر bu mesele muş ayolning iddet tutgan ayol raci talaqda iddet tutgan ayolning oxirgi hayzida bo'lgan bo'lsa batalatir raj'atu raj'i batil bo'ladi raj'atu va batalat va raci talaq batil bo'ladi va laysa laha an tatazawwaja ghayrahu hatta tamdiya adatuha bu ayolning odati o'tmaguncha o'zining g'ayriga tegish o'zining g'ayriga öyleniş tegish haqqi bo'lmaydi. Ya'ni muş mesele ayolning iddetining oxirgi 3 hayz ko'rdi-ku. 3 hayzning oxirgi hayzda 6 kunni qani to'xtab qolibdi. 6 kunni qani to'xtab qolibdi. Shuning bilan 7 kun bo'lmay turib, iri vati qilgan bo'lsa, batalatil raj'a. Buniki talaq raji talaqdan batillab ketadi. Nima qilmaydi bo'lish yarış qilgan bo'ladi. Ve u taqa bilak agi teganmaydi. Shu lekin bu ayol odati o'tmaguncha 7 kun bo'lmaguncha bilak agi teganmaydi. 6 kunda agi teganmaydi. Odati tugab normal odati bo'lgandan iddati kamil chiqib boshqa agi tegaraydi. Ömer ve Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu'dan rivayet ennehuma qala bu işkele munaqtadi fil haid heyizlar haqida idan qata'a damuha fa hiya haidun ma lam tagtasil. Qachonki ayolning qani to'xtab qolsa, bu ayol heyizlar g'usl qilmagan muddatcha g'usl qilmasa lekin heyizlarda bilamiz. Yuyingandan keyin pak bo'ladi degan. Ammo qushli gap bu. Yuyinishi chuqur yuyinib bo'lgandan keyin nima qilish muhim degan gap. Va idan qata'a damul musafir. Hamda musafir ayolning qani to'xtabdi. Va lam tajzil ma degan suv topolmabdi musafir bo'lgandan keyin.
Feteyemmemet. Ama bu ayol teyemmüm kılgan olsa hüküme bir taharet. Bu ayol'daki paklıkı bilen hüküm kılınır. Hatta inne li zevciha eyyeta'aha. Hatta bu ayol'daki ilinin eyyeta'aha. Bu ayol'ni veti kılış hukuku hem var. Ba'de en tusalli bit teyemmüm. Teyemmüm bilen namaz okuyan iken. Teyemmüm bilen namaz okuyan iken. Abi Hanife, Abi Yusuf rahimehullah'ın göz karşıda. Hem de ve fi inqita'ir rec'ati khilaf. Hem de rec'atning üzülme, rec'i talaqniki üzülüp kılışıda ihtilaf badaydı. Fe'indehuma la tenqati ma lem tusalli bit teyemmüm. Bu işkelenin göz karşıda teyemmüm bilen namaz okumasa la tenqati üzülmeydi o. Yani mesela misafir ayaldan birine iri talak kılıp ötüptü. Talak kılıp ötüp bu çölde su tapanmay teyemmüm kıptı. Teyemmüm kıpılap hem de bu teyemmüm bilen bir namaz okup boğandın keyin onun kenedin rec'i talak üzülemdi yakin teyemmüm kandı ki üzülemdi degan ihtilaf var deydi. Fe'indehuma İmam iki imamın göz karşıda Ebu Yusuf bilen İmam Ebu Hanife'nin göz karşıda la tenqati'u ma lem tusalli bit teyemmüm. Yani rec'i talak kılınan ayal yerden aşı teyemmüm bilen namaz okumak için üzülmeydi. Teyemmüm kılıp namaz okup boğan değil yerden üzüldü bilek ayteksi buludu deydi. Ve inde Muhammed İmam Muhammed Zübeyir rahimahullah tenqati'u bit teyemmüm kema lehu teselat. Teyemmüm kılaman üzülüdü ondaki goslu kılaman üzülgende. Goslu kılsa üzületti. Xudu şunu teyemmüm kılaman üzülüdü bunu namaz okuşu leyse şart emez deydi. Lakin el fetva bu meselede İmam Azam ile İmam Ebu Yusuf'un göz karşıya. Şu mühim. Ve lev hadetil mer'atu fi vakti salat. Eğer ayal kişi namazının vaktida heyiz görüp kalsa la yecibu aleyha qada'uha. Ayal kişiye o namazın kazasını kılış vacip olmaydı. Ba'de topak olap boğandı ki. Sevaun edrakehal haydu ba'de ma şer'at fi salat. Yani beraberdir ki yani bu heyiz bu ayalını namazı şuruq boğandıkini tapkan olsun. Ya ki namazı şuruq kılıştığın bunu tapkan olsun. Namazın vaktini içidilen heyiz yapkan olsa şu namazdaki kazası kelmeydi. Ve sevaun baqiya minel vakti yani o vaktin ma yesa'u li ada'il ferdi emla. Fərzni ada qılğan vaqt, fərzni ada qılğıçılıq vaqt qap qalğan bolsun yoki qap qalmagan bolsun. Vaqtın içidilen heyiz yapkan bolsa şu vaqtın namazının kazası kelmeydi. Hasan-ı Basri rahimehullah'ın rivayet uzatmaktadır. İza sallatil mer'atu rek'ateyn. Kaçan ki ayal kişi 2 rekat namaz kılsa, thumme hadat andaki heyiz kılıp kalsa, fela taqdi ila tahurat. Bu namazdaki 2 rekat mesela 4 rekat namaz olsa, yoki 2 rekat namaz kılgan bolsa, anda şu namazın içinde oturup heyiz kılıp kalgan bolsa, pak olgandan keyin bu namazın kazasını kılmaydı deydi. Ve ecma'u ala ennaha iza hadat ba'da xurujul vaqt. Hem de alimler şununla birlik geldi ki o ayal kişi ila hadet heyiz görüp kalsa ba'da xurujul vaqt. Namazın vakti çıkıp gitip boğandan heyiz görüp kalsa ve lem tusalli namazın vakti çıkıp gitip boğandan heyiz görüp kaldı. Namazın okumadı ve lem tusalli diye namazın okumadı. Fe aleyha qada'uha onun geldiğinde namazın kazası. Mesela bir ayal pişimini okumadı pişim vaktida. Pişimli vakti çıkıp gitti. Geldiğinde pişim var. Onun bu ayda heyiz görüp kalgan olsa bunun geldiğinde pişimin kazası var. Pişimin kazası var. وعن الحسن حسن البصري قتادة إبراهيم النخعي شعبي din rivayet fil mer'ati tufarritu fi salat yani namazda teferrata fi salat namazda hadini aşkan yani namazını kaza kılıp etken hatta yudrikahal hayız heyiz tapkan kadar namazını kaza kılıp etken ayalga hakkıda bulamda degan qalu taqdi tilka salat aş namazının kazasını kıldı o İza teselet ay tahurat yani kaçan gün gusül kılsa yani pak olap gusül yuğunga vaktida şu kaza kılıp etken namazın kazasını kıldı. Velev şer'at fi salatin nefl. Hem de eğer bir ayal nefl namazı şuruq kılgan bolsa, yoki nefl ruzu şuruq kılgan bolsa, andaki heyiz görüp kılgan bolsa, fe aleyhel qada. Bunun geldiği kaza keledi o. Yani perz yuqorqi mesele perz namazı meselesi. Hem de nefl 2 rekat nefl namazı qo'yib nefl namazı kılgan bolsa, heyiz görüp kılgan bolsa, yoki nefl usta yapıp nefl tutib heyiz görüp kılgan bolsa, bu şunu mene nefl namazını buzudu. Nefl ruzunun buzudu. Ama muşu nefl ruza yoki nefl namazniki kazası nima keladi o? Kazası keladi. Ve inin qata'a damuha li 10 ayyam. Hamda ayol kishining ikinci meselemdi.
Agar ayol kishining qani 10 kunda uzilgan bo'lsa, 10 kunda to'xtagan bo'lsa, ya'ni hayzning ko'pi 10 kunda to'qib, 10 kunda to'xtagan bo'lsa, jaza vat'uha qabla al-ghusli. Bu ayol kishiniki yuyunishidan, g'usl qilishdan ilgari bu ayol kishini vati qilish joiz. Nimishqa li'annahu la mazida lahu 'ala al-ashrati. Chunki hayzning 10 kundan ziyodasi yo'q. İlla annahu la yustahabbu qabla al-iqtisal lin-nahyi fi qira'ati at-tashdid. Ya'ni faqat lamdi, lekin g'usl qilishdan burun vati qilish mustahab emas. Mustahab emas. Nimishqa shu hatta yattahharna degan qira'atda, tashdid bilan qilingan qira'atda g'usl qilib pak bo'lib bo'g'icha deb ma'no etilgan uchun. Va qala Shafi'i rahimahulloh xilaful avlad degan. Xilaful avlad. İmam Shafi'i rahimahulloh dediki, la yata'u hatta tagtasil. Qanday bo'lsin, bu ayol kishini g'usl qilmoqcha vati qilmaydi dedi İmam Shafi'i rahimahulloh. Va kaza inqita'un nifas ila al-40 hukmuha la hada. Shuningdek, nifasning 40 kunda nifas uzilgan bo'lsa, uni hukmi shunga o'xshaydi. Bu hukm bo'yicha. Ya'ni bir ayol 40 kun bo'lgandan keyin nifas uzilgan bo'lsa, g'usl qilmasa-mu vati qilish joiz. Ammo g'usl bo'lgandan keyin vati qilish mustahab. ثم الانقطاع على العشرة ليس بشرط. Lekin şu 10 kunda ثم الانقطاع على العشرة ليس بشرط. Çünkü 10 kun bo'lganda qonning uzilishi shart emas. فإنه يجوز وطئها وإن لم ينقطع. Çünkü 10 kun bo'lib bo'lgandan keyin qon uzilmagan taqdirda bu vati qilish joiz. 10 kun to'shdimi qonning uzilishi joiz, shart emas. Çünkü hayzning ko'pi 10 kun, ezi 3 kun. 10 kun tushab endi qon uzilmagan bo'lsa vati qilsa bo'laveradi. Nimishqa istihada. 10 kunda eshib ketgan qon istihadaning hukmidadir. Va oxir davana alhamdulillahi robbil alamin.